Prijuda yoki Spartak. Sizlar nima deb nomlaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Qani boshladik. Tuxum bilan shakarni yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Alohida idishda margarin, asal hamda chayni sodani solib, bitta eritib olamiz. Ozgina iligandan so'ng tuxumli massaga solamiz. Ustidan un, razrexitsil kakaoni solib xamir qilamiz. Xamirlarni bo'laklarga bo'lib tindiramiz va yoyib ularni pishirib olamiz. Eng asosiysi buni orasidagi kremi. Kremi juda ham mazali va yaxshilab ahamiyat beringlar. Texnikalari bilan ko'rsataman. Shakar, un, ozgina vanilin solib aralashtiramiz hamda sut solib gazga qo'yib qaynatamiz. Qo'lab turamiz, tagiga olish mumkin. Sovutishni xuddi shu usulda sovutinglar, bo'lmasa kamushka bo'lib qoladi. Qaynatilgan massa juda ham muzdek bo'lishi kerak. Keyin saryog'ni yaxshilab ko'pirtirganimizdan so'ng bir qoshiqdan solib yana mikser qilamiz. Ustiga sug'ishoniy moloko hamda qaymoq solib bitta mikser qilib olamiz. Ishoninglar, kreminglar shunaqa zo'r mayin morojniy kremga o'xshab chiqadi. Ha, aytgancha ustidagi ganajni hammaga qiziq. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, ganaj so'zini yozib qoldiringlar. Keyingi reelsda qo'yib beraman. Juda ham mazali va zo'r chiqadi.